Bugungi mavzuyimiz ovqat allergiyasi. Ovqat allergiyasi bu oziq-ovqat mahsulotlariga nisbatan yuzaga keladigan allergik jarayondir. Eng ko'p tarqalgan belgilari: terida toshmalar va qichishish, nafas yo'llarida yo'tal, nafas siqilishi, qorin og'rishi, qayt qilish yoki diareya, ko'z va burunning qichishishi. Eng ko'p ovqat allergiyasi chaqiruvchi mahsulotlar: sut va sut mahsulotlari, don va don mahsulotlari, yong'oq, tuxum, mevalar, asosan sitrus mevalar, dengiz mahsulotlari va shirinliklar. Ovqat allergiyasida miqdor muhim hisoblanmaydi. Kichik miqdor ham xavfli holatga olib kelishi mumkin. Ovqat allergiyasini oldini olish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Buning uchun maxsus allergik testlar topshirish kerak, oziq-ovqat kundaligini yuritish kerak, allergik mahsulotlardan voz kechish yoki almashtirish muhim. Mahsulotlar yorliqlariga doimiy e'tibor berish, imkon qadar tabiiy mahsulotlar tanlash, ovqatlanish odatini o'zgartirish, immunitetni mustahkamlash uchun vitaminlar qabul qilish, allergiya xavfini kamaytirish uchun immunitetni mustahkamlash. Ushbu belgilar sizda kuzatilsa, darhol bizga murojaat qiling.